Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi videomizda ushbu ko'mir katellarimizni eshik qismlarini yasalish holati bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Bizni ko'plab ustalarimiz kuzatib borishadi. Mana savollariga javob tariqasida qanday uslubda ushbu eshiklarimizni yasashimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Ayni shaklda 20 kilovat quvvatdagi ikkita ko'mir katelimiz, uzoq yonuvchi katellarimiz. Ko'rib turganimizdek, birinchi holatda kraskalangan holati, ikkinchi holatda kraskaga tayyor holatda katelimiz yasab taqdim qilinmoqda. Eshiklarimizni yasalish holati bo'yicha ayni shaklda buklanish uslubidan foydalanamiz. Hamma katellarimizda quyidagi shaklda eshiklar buklangan holatda yasab taqdim qilinadi. Ayni shaklda 2 qavat bo'ladi. Asbestni shnurlardan foydalanamiz. Mana bu ustki qismini alohida yasab olamiz va qolgan detallarini hammasini demak alohida kesimlar asosida yasab taqdim qilamiz. Ko'rib turganimizdek, burchaklarimiz biroz kattaroq holatda yasaladi. Shu bois asbestni shnurlarimizni 20 mm kengligidagi shnurlardan foydalanamiz. Hamma joylarda, ya'ni ushbu katellarimiz, nafaqat bu katellarimiz, balki bundan-da katta katellarimiz, bundan-da kichik katellarimizda ham aynan mana shu uslubda eshiklarimizni yasab taqdim qilamiz. Hozir qaysi stanokda ushbu katelimizni eshiklar yasalganligi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, quyidagi ko'rishda listagib yasab olganmiz, ruchnoy listagib. Ayni listagibimiz ustaxonamizda mana 3 yildan beri xizmat qiladi. Har yili kichik remont qilamiz. Mana bu yil listagibni yuqori qismidagi ushlab turuvchi qismini shvillerdan yasab oldik, ya'ni mustahkam bo'ldi. Demak, bilamizki, ya'ni relisdan yasab oldik. Relis buklanish holati bo'yicha qattiq bo'lgani uchun ko'proq xizmat qilib berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Listlarimiz quyidagi ko'rinishda o'lcham asosida kesib olinadi va qotib olgan holatda demak buklash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ravshan aka, bitta buklab ko'rsataylik. Mana list tagi kerakli o'lcham asosida qo'yilgan va quyidagi ko'rinishda fiksatsiya qilinadi. Ikki taraflama, ya'ni siqib oladi relisimiz. Mana bu shaklda mana buklab eshik yasash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hammasi qo'lbola uslubda amalga oshirilyapti hozir. Ko'z orqali reglovka qilinadi. Biroz yetmadi shekilli, Ravshan aka. Biroz yetmadi, yana ozgina talchoq bersangiz. Ayni rovna bo'ldi. Quyidagi ruchnoy listagibimizni chamasi 2-3 yil oldin yasab qo'yganmiz. Qilgan xarajatimiz taxminan 1 million so'm atrofida xarajat qilganmiz, lekin pastida atayin og'ir nagruzka tushishini hisobga olgan holatda pastki qismida yarim kub beton qo'ygan holatda mustahkam ravishda yerga qotirib olganmiz. Mana endi keyingi taraf qo'yilyapti. 1 metr o'lchamda yasalgan. Mana shuni ko'z bilan chamalagan holatda bo'ladi. Mana shunday holatda yasab taqdim qilinadi. Mana qayrilish holati, mana turgan joydan ko'rsamiz, aniqligi mana shu holatda yasab taqdim qilinadi. Mana shunday olinadi mana. Mana hamma joy simmetrik. Ustida giplari 3 mm qalinlikdagi list qayirdik. Ushbu stanogimizda 4 mm qalinlikgacha listlarni qayirib, eshiklarni yasash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ya'ni ki katta teplitsa katellarimizda ham eshiklarni aynan mana shu stanogimizda qayirib yasab olamiz. Ishlatilgan mahsulotlar aytib o'tganimdek relis qo'yilgan, обычный relis, poyezd yo'lida ishlatiladigan relislarimiz. Bu yerda uголок qalinligi adashmasam 1 cm qalinlikda edi. Mana kattaligini ko'ryapsiz. Necha santimetr? 10 ga 10 o'lchamda. Bu tarafida ham, u tarafida ham uголокdan foydalanganmiz. Xo'p, sharnier, ikkita baquvvat sharnier qo'yilgan. Shveller. Shvellerimiz aytib o'tganda 1,5 metr pastga tushib ketgan holat bo'yicha
va yana plastinka qo'yib qotirganmiz. Bu yerda nimalardir urib to'g'irlash uchun qo'shimchasiga plastinkadan ham foydalanganmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli ustalar, ma'qul keladigan bo'lsa, siz ham ayni shu holat bo'yicha o'zingizga yasab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, barchaga xayrli kech. O'z Chilangar jamoasining navbatdagi ish kuni. Bugungi videomizda quyidagi turkumdagi kotollarimizni narxlari bilan va quvvatlari bilan qisqacha video obzor holati bo'yicha tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Ushbu kotollarimiz qattiq yoqilg'ida ishlashga mo'ljallangan, ya'ni o'tinda, ko'mirda va hokazo qattiq turdagi yoqilg'ida ishlashga mo'ljallangan. Bu kotollarimiz uzoq yonuvchi kotollar turkumiga kiradi, ya'ni 1 sutkadan 3 sutka va vaholanki 7 sutkacha yonib berish imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Demak, kotollarimizni quvvati va narxlari bilan tanishib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi kichkina kotolimiz 10 kilovat quvvatga ega. Ushbu kotolimiz asosan xonadonlarga taqdim qilinadi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 6 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Keyingi kotolimiz 20 kilovat quvvatga ega, ya'ni 200 kvadrat metr joygacha bo'lgan hududlarga tavsiya qilinadi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 7 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Uchinchi kotolimiz 30 kilovat quvvatga ega. Bu kotolimizda ikki xil varianti bor. Hozirgi 3 ta kotolimiz, demak 3 mm qalinlikdagi lisardan yasab taqdim qilingan. Shu bois bu kotolimiz narxi 8 million so'm chiqadi. Bu kotolimizda issiqxonalarga mo'ljallab yasab beriladigan varianti bor. 10 million so'mdan boshlanadi. 30 kilovatli kotolimiz 300 metr kvadratgacha bo'lgan hududlarni qizdirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Keyingi kotolimiz 40 kilovatli kotolimiz. Bu kotolimiz bugungi kunda ko'plab issiqxonalarda o'z faoliyatini olib boryapti. 4 mm qalinlikdagi lisardan yasab taqdim qilinadi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 15 million so'mga yasab taqdim qilingan. 6 sutkacha bo'lgan teplitsalarga taqdim qilinadi. Keyingi kotolimiz, ushbu kotolimiz 50 kilovat quvvatga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Bu kotolimiz 10 sutkacha bo'lgan teplitsalarga yasab taqdim qilinadi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 25 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Keyingi kotolimiz 60 kilovatli kotol. Ushbu kotolimiz 10 sutiqdan 15 sutiqgacha bo'lgan teplitsalarni isitish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 30 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, bugungi videomizdagi eng katta kotolimiz. Xo'p, bu kotolimiz 80 kilovat quvvatga ega. Ushbu kotolimiz 15 sutiqdan 25 sutiqgacha bo'lgan issiqxonalarni qizdirib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda bu kotolimiz narxi 40 million so'mga yasab taqdim qilinmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, O'z Chilangar jamoasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida o'z faoliyatimizni olib boramiz. Har xil turdagi isitish qozonlarini, quyidagi ko'rinishdagi isitish qozonlarini yasab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Buyurtma asosida buyurtma qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, buyurtmangizga asosan dastavka qilib berish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.